أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum sabaqdaşlar. Bugünkü dersimiz yani izafetinin devamı olup hazful muzab, muzabның taşınışı hakkında başlandı. Musannif rahimahullah bu hakkı mındaqtaydı. وَمَا يَلِيَ الْمُضَافِ يَأْتِي خَلَفَ أَنْهُ فِي الْإِعْرَابِ إِذَا مَا هُزِفَ وَرُبَّمَا جَرُّ الَّذِي أَبْقَوْا كَمَا قَدْ كَانَ قَبْلَ حَذْفِ مَا تَقَدَّمَ لكن بشرط أن يكون ما هزف مماثلا لما عليه قد عتب deb bizga shu muzobning tashlanishi haqidagi mazmunlarni boshlab berdi. Biz shuning mazmunini ko'rib boqaylik. وما يلي المضاف يأتي خلفه أنه في الإعراب إذا ما هزف degan bu baytda muzab tashlanganda muzafin ilay muzabning i'robiga izbasar bo'lib keladi degan bo'ldi. Va ma yalil muzafa muzabga yondashgan narsa keladi, u shu muzabga izbasar bo'lib keldi i'robda. Agar u muzab tashlansa ham bo'ldi. Muzabga yondashgan narsa nimada? Muzafillaydi. Shu muzab tashlanganda muzafin ilay i'rob jihatda muzabqa izbasar bo'lib keladi degan bo'ldi. Ya'ni asli muzabning i'robi nasb bo'lsa, muzabni tashlab muzafilay nasb qo'yamiz deganga o'xshash. Muzabning i'robi rab'i bo'lsa, muzabni tashlab muzafilayni rab'i qo'yamiz. Muzabning i'robi jar egalik ishlab kelgan bo'lsa, tashlab qo'ygan muzafilayni jar o'qsak bo'laverdi demakchi. Va rubbama jarrul lazi abqaw kama قد كان قبل حذف ما تقدم. Endi ikkinchi baytcho, ikkinchi bayt birinchi baytda muzab tashlanib, muzafilay muzabning i'robini qo'yib keltirgan bo'lsak, ikkinchi baytda muzab tashlanadi. Lekin muzafilay muzabning i'robini qo'ymay, asli xuddi muzab tashlanmagan chog'da muzafilay egili kasr o'qilib ketdi. Ash kasr pati o'z ayni keladi demakchi. Rubbama jarrul lazi abqaw. Muzab tashlanishdan ilgirki holatidek shu egilik ishlab kelgan narsani o'z pati qoldirdi. Rubbama jarrul lazi abqa. Ular ba'zida ular shu qoldirganni, ya'ni muzafin ilayni egilik kirishni keltirdi. Xudo shu muzab tashlanishining oldidagidek muzab kelmagan chog'da muzab tashlanmaganda muzafilay egilik ishlab ketdi. Muzab tashlangandimi yine o'xshash shu shaklda keltirdi. Lekin buningga bir shart ketadi deydi. Lekin bir shart tashlang'ini ma'tufun alayga o'xshag'uchi bo'lish kerak. Tashlangan muzab shu atf qilingan bir ma'tufun alay o'tib, işte shu ma'tufun alayga o'xshag'uchi bo'lgan ma'tuf bo'lish kerak. Lakin bir şartı eyyekune mahuzib tashlangan narsa, ya'ni shu muzab ma'tufun alayga mumasil bo'lgan bir ma'tuf bo'lsin dedi. Endi biz buni misol orqali oydinlashtirgan vaqtimizda birinchi savolimiz muzabni tashlash durustmi, durust emasmi degan bir savol chiqdi. Muzabning tashlanganligiga bir dalolat qilguvchi bo'lsa tashlash durust. Mesela haddesatni at-tajarubu enne men yabqi bi silahil batil yaqtul bi silahil haq desek yoki yuqtalu bi silahil haq desek, mana tecrübeler batil qurolni bilan bag'iylik qilgan kishining haq quroli bilan o'ltirilganligini so'zlab berdi desek, haddesatni at-tajarub degan yerda nishada tajarub degan asli muzab tashlangan. Tajarub muzafillay bo'lib, bu muzafillay muzabning i'robini qabul qilib kelgan. Buningga dalil bormi? Tashlanganligiga dalil bormi? Dalil bor. U dalil qasi desak, chunki tajriba degan so'zlab berilmaydi. Amaliyotda so'zligida tajribaninki igisi bo'ladi. Shunga chiqib yerda haddasatni ahlut tajarubi deb
maqsad qilinadi. Bu yer ahlu degan muzab tashlangan, ahlu haddasaning fa'il o'tdi. Bu yer fa'il bo'lgan muzab tashlanib, tajarrub degan muzafilay muzabning i'robini qabul qilib keldi deb qaraymiz. Agar bir tashlanganlikka bir dalil bo'lmasa, qarina bo'lmasa tashlansa bo'lmaydi. Şu bayamqı qarina bunida aqliya hisoblanib mangdi. Endi agar muzabqa tashlangan dalil bo'lmasa tashlansa durust emas deb, masalan, zakaru lil bukhli mi'ata illa. Zakar lil bukhli mi'ata illa. Ular bexillikning 100 xil illatini so'zladi desak, mi'ata illatin degan bo'ladi. Endi mishada mi'ata muzab illatin muzafillay. Mishada mi'a degan muzabni tashlab, illat degan muzafillayni uni o'rniga keltirishga durust bo'lamdi desa durust bo'lmaydi. Nimishqa? Chunki bu yerda illa mi'ani tashlab illani qoldirsak, muzabning asli nima ekanligini bilgila olmaydi. 100 mu, 1000 mu, 10 ming mu yoki 10 mu buni uqul bo'lmaydi. Shunlashqa bundaq yerda tashlanmaydi. Çünkü taşlanganlıqqa bir dalil bo'lsa tashlansa bo'ladi deb qaraymiz. Endi muzab tashlanganda buning ikki xil ahvoli bo'ladi. Birinchisi muzab tashlanganda muzafillay muzabning o'rnida turish va muzafillayga muzabning i'robi birilish. Biz bayan bunu ko'rib o'tdik. Masalan, va ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim dedi. Mishada al-ijla degan muzab tashlandi. Al-ijla degan muzafillayning muzabi tashlanib, al-ijla degan muzafillay muzabning o'rnida i'rob qabul qilib keldi. Asli qulubu hubbul ijla ijlidi, hubbul ijla edi. Endi mishada muzayning muhabbati ularning qalbiga uchirildi. Ular qalblarida kafir bo'lganlik sababli muzay muhabbatiga uchirildi desak, hubbul ijli hubba maf'ulun bihti, u maf'ulun bihi bo'lgan hubbi tashlanib al-ijla uning i'robini qabul qilib keldi. Masalan, vaja'a rabbuka desak, vaja'a rabbuka desak, mishe rabbu asl muzafillaydi deydiganlar bor. Ashunda degan qarashga borgan vaqtimizda vaja'a amru rabbika degan bo'ldi. Bu yerda amru degan muzab tashlanib, rabbik degan muzafillay muzabning i'robini qabul qilib keldi deb qaraganga o'xshash. Shunga bu muzafillay muzabning o'rnida keladi, muzabning i'robini birinchi i'rob beradi. Buni aksar holat. Ikkinchi xil holat bu qasir deganda muzab tashlanadi, muzafillay xuddi muzab tashlanmagan chag'idagidek o'z peti qolib qoladi. Ya'ni igrik bu nihayat az uchraydi, lekin bu mavjud. Ammo bu undaq kelish uchun azroq shartlar kiradi. Masalan, ashu tashlangan muzab ma'tub bo'lish kerak. Ya'ni shu tashlangan muzabga o'xshaydigan bir muzabga atbi qilinuvchi bo'lgan bo'lish kerak. Masalan, buning misolini ko'rsak, kullu rajulin muhasabun ala amalihi va imra'atin ala amaliha. Kullu rajul muhasabun ala amalihi. Her bir o'zining amali bo'yicha hisob qilinadi. Va imra'atin ala amalihi. Va har bir ayolmi o'zining amaliga asosan hisob qilinadi. Mishalga va imra'atinda va kullu imra'atin degan bo'ldi. Mishalga kullu imra'atinniki imra'atin degan muzafillay keldi, kullu degan muzab tashlandi. Endi kullu degan muzab tashlanib, imra'atin degan muzafillay xuddi muzab tashlanmagan chaqda kasr o'qilib kelganga o'xshash, aniq imra'atin deb kasr o'qilib keldi. Ya'ni bu xuddi shu muzab tashlanmagandek bir holat bilan keldi. Lekin shart degan biz u shart qasi deganda tashlangan shu muzab shu uningga ma'tufun alayhi bilan o'xshash bo'lsin degan. Mishari qasida kullu rajulunga
ve kullu imraatin kullu racunga etbiydi. Mişeri kullu imraatindeki kullu taşlandı çünkü bu kullu racunga şu okşaydı, ma'atfın aleyhi okşaydı. Bunun şerti muzab taşlanıp muzabın ilay muzab taşlanıp muzabın ilay kudu muzab taşlanmagandaki okşaş kesir okulup kilir ölüştüğün şerti çokum taşlanıtkan muzab ma'atuf bulup o bir ma'atufun aleyge etkilinidi. Ma'atufun aley taşlangan şu muzab boğan ma'atuf bilen okşaş bolsun degan şart battı. Mana bu şerde var ki kullu raculun muhasabun ala amelihi ve kullu imraatin ala amelihi desek kullu imraatin kullu taşlandı çünkü kullu raculun kulluğa okşaganlık için imraatin andalıkı kesirlik aleti gidirivadi deb qaraymiz. Mana bu izafetninki muzabning taşlanıp muzabın ilayning muzabning o'rnida kelish ahvollari. Endi tuvanda biz muzabillay taşlanamdanda da degan bir savol kelib chiqdi. Muzabning taşlanganligini ko'rib o'tdik. Endi muzabillaymi taşlanamdi desa taşlanadi. Biz muzafillayning taşlanganligini oldingi darslarimizda nihoyat ko'p so'zlab bo'ldik. Qablu, ba'du, g'ayru, hasbu, avvalu, dunu degan so'zlarda muzafillayning taşlanganligini, muzafillayning labzan va ma'nan taşlanganligini, muzafillayning labzan taşlanib labzin niyat qilinganligini yoki muzafillayning labzi taşlanib ma'nisi niyat qilinganligidan ibaret muzafillayning taşlanganligi. Bu tafsiloti 5 oyati kama yanbaghi holatda so'zlanib bo'ldi. Endi yana shuning qetib bu yerda musannif rahimahulloh mundaq deydi: "Va yuhzafu sani va fayabqal awwalu kahali iza bihi yattasilu bi sharti atfin aw izafatin ila misli allazi lahu azabta awwala." Endi musannif rahimahulloh deydi-ki yuhzafu sani yine muzafın ilay taşındı. Ve yabqal avvalu muzaf şu muzafillay tutaşqan çağdikidek öz halatını qap qaladı. Yabqal avvalu muzaf qap qaladı kahalati öz halatını qap qaladı. Qanda çağdiki izabihi yettasil muzafın ilay onun tutuşqan çağdiki hayitide qap qaladı. Özgüç bo'lmay bundan qolgan ahvollar bor. Yani bunun şart xuddi siz onunla birinci bir şartı adbin ve idabetin ila misli lezi lehu azabta evvela. Siz şu evvelde şu muzab kılgan şunun okşuğa etbi kılınış şartı bilen ve izab kılınış şartı bilen dedi. Hem de bunda muzabilleydin adette muzafillay taşlanganda muzaf izafette asli izaf bo'lishdan oldin muzafda taminoz taşlanıp ketish, muzafda iliblan bo'z taşlanish ishlari ilib berilgan edi. Endi mushu muzafın ilay taşlangan chaqda mushu öz petida muzaf zammiga mabni bo'lgan ish chiqdi. Ya'ni muzaf va shu muzafillay labzan va ma'nan labzan ve ma'nan taşlanıp ma'nisi niyat qilingan bo'lsa zanniga mabni bo'ldi. Ammo labzan ve ma'nan nasiyan mansiya qilib tashlangan bo'lsa u mu'rablik holatda jumla i'robiga asosan mu'rab bo'ldi. Ammo labzi niyat labzi tashlanib lekin shuni labzi niyat qilingan bo'lsa o chaqda bu mu'rablik holatida yana qolib qoldi. Bu 5ta chiqib bo'lgan. Xuddi g'ayruga o'xshash, qabli ba'duga o'xshash. Bu qism tushuntirilib bo'lgan. Endi ikkinchi bir qismi muzab o'zining izab bo'lishining oldidagi asli holatiga qaytishi. Ya'ni uning tanvin qaytishi, uningdan boshqa izofatning jihatdan tashlangan narsalarning qaytish ahvoli. Bu o'tirib qo'yiladi. Masalan, muzab asli ma'lum sababdan uning tanvinlar tashlangan yoki boshqa narsalar tashlangan, ammo izofat sababidan tashlangan izofat muzofillar tashlangandan keyin asldagi holatiga qaytishi. Ya'ni bu nimaga tushunilsa muzofillar labzan
ve ma'nen taşlangan muzaf ile labzan ve ma'nen nesyen mensiya kılıngan halatını gösterip durdu. Mesela ve kullen darabna lahul emsal ve kullen tebberna tedbira diyen okşaş. Ve kullen vaadallahul husna diyen okşaş. Eyyemma ted'u felehul esma'ul husna ki kullen ayyen müşeri hemmisi esli muzaf olup muzaf ile taşlangan labzan ve ma'nen taşlanıp niyet kılınmagan boğaçka şunu bu esli tenvillik halati kaytkan deb qaraymiz. Ama üçüncü kıvrılar halati muzafның mü'retlik halinde qap qalışı onun tenvillerinin taşınışı. Muzaf yani abi ben dedim muzaf elaqi qap qalıdı muzafilli taşlandı. Muzafilli taşlangan bilen labz muzafillayning labzi taşlanıp şu muzafillayning labzi niyet kılındı. Şunu o tenvil okunmaydı. Tenvil okunmaydı. Mü'retlik halinde tururdu. Xudo muzafillay bardak halatda turdu. Ama bunun bir şartı var deydi. Bayam betti biz şartını oturup koyduk. Muşna buluş için bir şartı atfin ev izafetin ila mislillezi lehu azabtal evvela deb muşna bir betti oturup koyulgan. Bunun şartı muşu muzafqa şu taşlangan muzafillayga o'xshatgan bir labzida amil bo'lgan bir ismning atf qilinishi shart etiladi. Masalan, biz bunu ko'rsak anfaqtu rub'a va nisfal mal. Anfaqtu rub'al mal va nisfal mal. Malning to'rtdan birini chiqim qildim va nisfal mal shu malning yarmini chiqim qildim desak, nishada rub'al malda rub'ada degan muzaf bilan al mal degan muzaf bilan tashlangan nisbal mal çünkü rub'al malga at bo'lganligi uchun bu ham xuddi oldingi chiqdi muzaf tashlanish uchunmi masalan kullu rajulunga kullu imraatin at bo'lg'achqa kullu imraatin kullu degan muzafni tashlasak bo'ladi deganga o'xshash ma'nodimi rub'al maldagi shu muzaf bilan al malni tashlasak durust. Çünkü nisbel maldaki el mal, rub'al malga nisbel mal et kılınganlığı için. Şuna şart izap kılınış ve et kılınış şart öyle. Mesela nisbel malga rub'al mal okşaydı. Rub'al öyle nisbi okşukudur. Birisi yerimini bildirirse, birisi tödden birini bildirdi. İşte bu nesinin malum cüz'i kısmını bildirişte birisi okşaydı. Hem de şundakla izab buluş şartı bilen degen izab boldu. Et kılınış şartı bilen degen nisbel mal rub'alga et kılındı. Şuna et kılınış şartı bilen ve izab kılınış şartı bilen degen gep şu siz evvel izab kılgan nersinin okşuşuğa izab kılınış şartı. Yani izab kılınış ila mislillezi lehu azabta evvela. Siz dastlabda izafet şekillendirgen nersinin okşuşuğa izab kılınsın dedik. Dastlab izofa shakllantirilgan narsa rub'al mal izofa shakllantirilib muzofiligi tashlangan uningga atf qilinuvchi bo'lgan nisbal malmu ana dastlab izofa qilingan narsaga o'xshatgan narsaga izofa qilingan bo'ldi. Shunga nisbal malning atf qilinganligi rub'al maldagi malning tashlanganligi butqanligiga dalil bo'ldi. Shu nisbal mali nisba rub'a va nisbal mali deb bunda qaraymiz. Şuna muşunda halatlerde muzafillay taşlanısı buludu demekçi. Bu xil halatda mu'rab bu. Endi anfaqtu demiş unfiqa rub'u ve nisful mali desek bulardı. Çünkü bu mu'rab halati bo'lganligi uchun. Endi navbatda biz ko'rmoqchi bo'lganimiz muzaf bilan muzafillayni o'tirib fasil kiramdi ko'rmamdi. Muzafdan killan muzafillay kiramdi yoki muzafillayning o'tirga fasil kiramdi kirmamdi degan bir masala qilib to'xtiramiz. Bu haqda Musannif rahimahulloh mundaq deydi. Fasli mudafin shibhi fi'lin ma nasab maf'ulan aw zarfan ajiz ve lam yu'ab. Faslu yaminin ve iztiraran wujida bi ajnabiyyin aw bi naqdin aw nida. Musannif rahimahulloh sözgen bu beytinin Uygurca tercümesi şibil pilga
pilg'i o'xshug'uchi muzobni maf'ulun bih bo'lib yoki zarb bo'lib nasb qilgan narsaning orib o'tishini durust qiling. Va lam yu'ab va qasamning ayırıp gelişimi eyip bulmadı. Zürriyet cihetinden ecnebi nesiller muzaplarını oturup tepilisi bulavurdu. Ya ki naat bilen arılsın buludu. Ya ki nida bilen arılsın buludu. Anda olsa muzaplarını oturup arıtılsa bulamdı. Muzap miyadi kilip onun oturup başka bir söz kıstırılıp onun iki muzaplarla ilgili kılışlap gelsi bulamdırırsa buludu. degan bo'ldi. Endi bunun da anda da her qandaq narsa muzabbilarni o'tini arib tursa bulamdi desa, zurriyati shir tepilsa, she'ri zurriyatning jihatidan har qandaq narsa arisi bo'ladi. Ammo she'ri zurriyat bo'lmagan holatda chuqum muzab va muzabbilarni o'tini arib turgan narsa u hamma narsa bo'lmaydi. Birinchisi chuqum maf'ulun bih ariydi. İkincisi zarb arib keladi. Üçüncüsü qasam arıydı. Dördüncüsü sıfat arıydı. Beşincisi nida arıydı. Zürriyet yapılganda qandaq narsa arısıydı? Zürriyet şirge xas kılındı. Hem de yeni bir inçikilgen vaqtimizda biz inçikilab bir ibare şerhlab bo'lgandan keyin misol qarasak, fasli mudafin shibipilin. Pilg'i shibipil bo'lgan muzabni arish degan bo'ldi. Shibipil bo'lgan muzab shibipil olsun deganga bu izobati lafziy bobidan bo'lgan shibipil olgan muzabdan murad muzab ismul fa'il yoki masdar maqsad qilgan. Muzab ism fa'il yoki sifat mushabba ism maf'ul deganda muzab ism fa'il yoki masdar bo'lganligi maqsad qilinadi. Shunga endi manasaba maf'ulan aw zarfan degan maf'ulun bih olib kelgan narsa. Shu shibipilning muzab bo'lgan shibipilning maf'ul olib kelgan narsa yoki shu shibipilning zarb olib kelgan narsa shu muzab olib kelgan shibipilni muzafillarning o'tirib arayotishni durust qiling dedi. Va lam yu'ab pastu yamin degancha shu muzab bilan muzafillarning o'tirishni qasam so'zi arayotib kelsa bo'ladi. Muzab bilan muzafillarning o'tirishda qasam so'zi kelsa bo'ladi. Zurriyat tepilgani she'r zurriyatda boshqa narsalar kelsa bo'ladi. Binoatdan muzab bilan muzafillarning o'tirishda sifat kelsa bo'ladi. Bu nayt ko'p uchraydi. Yoki muzab bilan muzafillarning o'tirishda nido kelsa bo'ladi, munada kelsa bo'ladi deganni ko'radi. Endi bu she'rga va nasrga bunda ishqil holatga munosabatlik bo'ldi. Asli qoida muzab bilan muzafillarning o'tirishda arilmaslik kerak. Nimishqa asli muzab bilan muzafillarning o'tirishda arilmaslik kerak deyishimiz, chunki muzab va muzafillar bu ikkisi asli ikki juz'iy egasi bo'lgan bir kalimaning o'rnida bo'lg'achqa asli arilsa bo'lmaydi. Lekin qisman ahvollarda ariladi. Birinchisi muzab masdar endi biz navbat ko'rmoqchi bo'lganimiz muzab pastda muzabin shibi fi'lini o'qib shibi fi'l bo'lgan muzabni arib kelish deganimizga asosan shuni biz bu yerda muzabning masdar bo'lib kelganligi muzabin ilayning shu masdarning fa'il bo'lganligi arig'uchining shu masdar bilan uning muzabili bo'lgan fa'ilning o'tirishini maf'ulun bih yoki zarbning arib kelganligiga misol ko'ramiz. Birinci misal ve kezalike zuyyina li kesirin minel müşrikin katla evladahum şurakaihim. Bu şu İbn Amir'nin kıraati. Ama hazır yine başka kıraatte ve kezalike zuyyina li kesirin minel müşrikin katla evladihim şurakaihum diyen bu. Lekin yeni bir kıraatte İbn Amir umumiyet kıraat içinden bir kıraat İbn Amir'in kıraatida bu qanday kelgan desa ve kezalike zuyyina li kesirin minel müşrikin katla evladahum şurakaihim deb kelgan. İşte bizga lazım yeri katla evladahum şurakaihim. Ularning shirklarının o'zlarining ballalarini o'ltirishi nurg'un mushriklarga chiroyli ko'rsatildi desak, katla muzab şurakaihim muzafillay ama katla şurakaihimning o'tirisida
evladahum degan muzab bilan maf'ulun bi qistirib keldi. Demak, muzab bilan muzablarni o'tirib fasl kirdimi? Kirdi. Qatl muzab shurka shu uning muzabiliyi ma'nada fa'il evladahum maf'ulun bi. Şuna biz bayam şibi filden masdar yoki ism fa'il maqsad degan. İkincisi, yine o muzab bilan muzablarning o'rtasini ya maf'ulun bi arif keladi, maf'ulun bi bo'lib nasb bo'lgan narsa yoki zarb bo'lgan narsa dedi. Masalan, buning misolini ko'rsak, tarku yawman nafsika va hawaha sa'yun laha min firadaha deb keladi. Araplarınki bir hikayesi. Terku yevmen nefsike ve havaha. Emdi terku muzab nefsike nefsi muzabilley nefsi muzabilley terku nefsike muzab terku yevmen nefsike deki terku muzab nefsi muzabilley vurup muzab muzabilleyni oturursa yevmen degen zarb kısturuldu. Ve havaha o ma'aya. Şuna senin nefsinin bir gün öz havaya hevesi bilen terk edilişi onun için onun en naçarlığa da sa'i qilishidir desek bizge tercümesini şerhileşik etmeydi. Lazım terki yevmen nefsikedeki terk ile nefsikeni oturga zaribnin kıstırılıp arılıp gelişi bunu lazım. Hem de mana bu muzab bilan muzabbillayning o'tirisininki biz ko'rgan misolda cho'qim arig'uchi faslning zarb yoki maf'ulun bihi bo'lgan muzab masdar bo'lganning misoli. Endi navbatda muzaa shibibildan muzab yoki sifat deb biz ism fa'illarni maqsad qildik. Muzab sifat bo'lgan muzafin ilay uning maf'ulun bihi bo'lgan fasil onun ikinci mef'ulü yoki zarb bo'lgan misolni ko'rsak, masalan, mazala yuqinu man ya'ummuka bil ghina siwaka mani'u fazlahul muhtaji. Bizga lazım bo'lgan yeri siwaka mani'u fazlahu al muhtaji. Mishada mani'u muzab al muhtaji muzafillay fazlahu mishada mani degan ism fa'ilun muhtaj degan nima? Mani degan muzab bilan al muhtaj degan muzaflarning o'rtasini fazlar degan maf'ulun bihi olib keldi. Mana bu fa'ilning sifatning muzabning sifatdan kelganining misoli. Sening boshqa muhtojga o'zining fazlini chekliguchidir. Sen muhtojga merhametini chekliguchi emas, ama senin gayrin muhtaj o'zining fazl merhametini chekliguchi desak, mesela mani degan ism fa'il muzab, al muhtaji degan maf'ulun birinci maf'ulun bi muzafillay, fazla degan ikinci maf'ulun bi mana mesela muzab bilan muzafillayning o'tirini arib keldi. Hazil kalam muzab bilan muzafillayning o'tiri arildimi? Arildi. Anda bo'lsa bu ariqchining zarb bo'lganga misol ko'rsak, Abu Bakr radhiyallohu anhu bir so'z va hal antum tariku li sahibi. Hal antum tariku li sahibi. Endi sizlar mening sahibimni men uchun tark etguchimi? Mesela tariku muzab sahibi muzafillay sahibi muzab mutkallimyasi muzafillay li degan jari majrur muzab bilan muzafillarni o'tirga qistiruldi arib keldi deymiz. Tarikuning muzablikni dalilma desa esa tarikuna da bu jami muzakkar salim o tarikuna degan nunning tashlanganligi cho'qim tarikuninki muzab ekanligiga dalil bo'lalaydi. Mana bu bizningki birinchi baytning umum mazmuni faslu mudafin shibi fi'lin ma nasab maf'ulan aw zarfan ajiz degan mushakkaga bo'lgan baytga keltirilgan misollar biz. Bunda ham 4 misol keltirdik. Endi valam yu'ab faslu yamin degan misol ko'rsak, bu fasilning muzab bilan muzafillayni arib tug'uchining qasam so'zi bo'lishi. Masalan, sharrul majalis majalisul g'aybati.
Sorularının en načiri g'aybetxo'rlarning so'rularidir debdi. Endi mishada qasam so'zni keltirsak, sharru vallahi el majalisi majalisul g'aybati desak, sharru degan muzab bilan el majalisi degan muzafillarning o'tirida vallahi degan qasam so'zi qistirilib keldi deb qaraymiz. Endi amma she'riga xos bo'lgan urullar haqida to'xtalsak, iztiraran wujida bi ajnabin aw bi na'tin aw nida deb kelgan. She'ri zurriyatlarda muzab bilan muzaflarning o'tirib boshqa yot narsalar bilan arilsin bo'ladi. Budoq ajnabiy narsalar bilan unda muzabninki maf'ulun bi ya muzabning zarfi bundaq emas. Bu yine muzab bilan muzaflarning o'tirib arig'uchining muzabqa yot bo'lgan bir lafzning bo'lishi. Ya'ni ajnabiy deganda murod bo'lgan narsa muzabning g'ayrining maf'uli. Muzabning ma'muli emas, muzabning g'ayrining ma'muli demakchi. Bu vaqtda shoir bunday degan. Kama khuttal kitabu bi kabbin yawman yahudiyyin yuqarib aw yuzinu degan. Kama khuttal kitab yozildi bi kabbi yawman yahudiyyin. Mesela kabbi muzab Yahudiyin muzafillay kabbi bilan Yahudiyinning o'tirishga yawman degan zarb qistirilgan. Buni ajnabiy deyishimiz chunki yawm kabbi degan muzafning ma'muli, uning zarbi bo'lmaganligi uchun bu xuttaning zarbi, muzafning zarbi bo'lmaganligi uchun ajnabiy narsa deb atalgan. Bu xat bir kunisi bir Yahudiyning qo'li bilan yozildi deganga o'xshash. Endi muzab bilan muzaflarning o'tirishning muzafning sifati bilan arilishi ajnabiy narsa hisoblanmaydi. Masalan, bu endi nimaning so'zi deb qaraymiz. Shu Muayyibdan Abi Sufyanning so'zi deb qaraladi. Najawtu wa qad ballal muradi sayfahu min ibn abi shaykh al-abati talibi degan. Bu najawtu وقد بل المراد سيفه من نجات تبتم جزما مرادي üzünün kılıcını hül kıldı. İbn Abi Şeyh'il Ebati Talibi. Mekke'nin şeyhi boğan Abi Talib'nin oğludur. Muradi kılıcını öl kılgan halette necat tapdim. Endi bu yerki beyttin boğan murad asli bu Ali radıyallahu anh'uni öldürgenlik ve kalbini oturup koyduğun bir beyt. Muradidin murad asli bu Abdurrahman ibn Mölcem degen kişi maksat kılındı. Öldürülgeni Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu sözde kılıcı Muayyibdan Abi Sufyan deb muqarralgan. Endi bu yerda bizga lazimi grammatik babida bo'lg'achqa biz o'zimizningki temizdan chetlamaymiz. Min ibn Abi Shaykhil Abati Talibi degan yerda. Mishala asli ibn Abi Talib degan bo'ldi. Abi Muzab Talib Muzab bilan bo'lib, Abi Muzab Talib Muzab bilan bo'lib, mishala Muzab bilan o'tirgan Shaykhil Abatihi degan sifatdir. Shaykhil Abatihi Abining sifati bo'ladi. Şeyhi degan Abatihidan maqsad Makka maqsad qilinadi. Makkaning şeyhi Talibning dadasining o'g'lidan degan gap. Mana Abi Talib deb tarjima qilamiz endi buni. Mana bu sifat bilan fasil qilingan misol. Endi muzab bilan muzaflarning o'tirishning nido bilan munada bilan aralashiga misol ko'rsak, bu vaqtda mundaq bir misol bor. وفاق كعب جبير منقذ لك من تعجيل تهلكة والخلد في سقره. Ey Ka'b, Cübeyr'e muvafiqlashish seni tez halak buluştun, Saqar degan do'zaxda mangu qatnashishdan seni
qutquzuştur, senin qutuluşundur deymiz. Vifaqu endi bu yerda Ka'b bilan Jubayr ikkisi bir tuqqan. Ka'b Jubayrni yaxshi odam bo'lishga, musulmon bo'lishga da'vat qilgan. Shunga nima? Jubayr Ka'bni shunga da'vat qilgan. Shunga ey Ka'b, ma Jubayr degan qarindishingning nasihasini angla. Sening Jubayrga nasihatiga muvofiqlashganliging sening min ta'jil tahluka dunyoda halok bo'lishingdan mangu saqar degan do'zaxda qolib qolishingdan sen uchun bir qutulishdir dedi. Nishada vifaqu Ka'bu Jubayr lazım bizga. Ya Ka'bu demakchi, Ka'bu degan munoda muzab bilan o'g'an vifaq bilan Jubayrin degan muzab bilan o'tirda istilib keldi deymiz. Mana bu muzab bilan o'tirga fasil kiramdo, kirdo degan bir qoidalarga dalil sifatida o'tirib qo'yilgan misollar. Shuning bilan bizning amdiki darsimiz muzabning mutakallimning yasqa muzab bo'lgan ism haqida to'xtalamiz. Ya'ni izofat bumi izofatning turlaridan bo'lgan bir tur. Buningda muzab chuqum muzafillay ya'il mutakallim bo'ldi. Ya'il mutakallimga birinchi shaxsning yasqa muzab bo'lgan ismning i'robi qanday bo'ladi degan haqida to'xtalamiz. Bu vaqtda musannif rahimahulloh undaq deydi. آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام قزا وقزا أو يكن كابنين وزيدين فزي جميعها الياء بعض فتوها تزي وتدغم الياء فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن وألفا سلم وفي المقصور عن Huzeyl inqilabuha ya an hasan. Asli muzafillay deganda muzaf cümledeki o'rniga asosan i'rob berildi. Muzafillay abdul abad kasr o'qilish mana bu asli izofatda tepiladigan qoidalar hisoblanadi. Avvalan muzaf masalan cümledeki o'rniga asosan deganimiz ya nasba ya raf'a ya jar o'qiladi. Masalan Ja'a ishtiraytu kitoba talib desak o'quvchi kitobini sotib oldim desak kitobi muzab masalan talib muzafillay o'qishga o'xshash. Yoki biz mashhur misollardan birini keltirsak shu Ja'a muslimu misri ra'aytu muslimi misri marartu bi muslimi misri deganga o'xshash. Muzab har doim nasba raf'a jar omil taqozosi asosan bo'ladi. Muzab davomli zir qiladi. Asli qoida shunday. Lekin muzab mutakallim yasq muzab bo'lganda, birinchi shaxsning yasq muzab bo'lganda bu xil holat o'zgarib ketadi. U tuvanda buni ko'rib o'tamiz. Shunga musannif rahimulloh deydi. Mutakallimning yasqa, birinchi shaxsning yasqa muzab bo'lgan ismning oxirini kasri o'qim. Agar u muzab bo'lgan ism raminga o'xshash va qazoga o'xshash illatlik ism bo'lmasa, ya'ni muzab ismi manqus yoki ismi maqsur bo'lmaganda chuqum mutakallimning yasqa muzab bo'lgan ismi kasri o'qim. Masalan, haza kitabi desak, haza kitabi desak, kitob muzab, mutakallimning yasqa muzab. Muzafin ilay oldu, bunu kitabi bu kasr okuldu. Ra'aytu kitabi degan o'xshash. İshtiraytu bi kitabi degan o'xshash. Shunga ama mu'tal ama muzaf nim bo'lib qolsa, mu'tal bo'lib qolsa, ya'ni mu'taldan murod ism manqus bo'lib qolsa yoki ism maqsur bo'lib qolsa, bu chaqda kasr o'qilmaydi. Yoki bo'lmasa u muzab ibnayniga o'xshash tasniy ism bo'lmasa, zaydiniga o'xshash bo'lmasaki jami muzakkar salim bo'lmasa, mushularning hammasida mutka ismning oxiridagi ya
pete okuluşu tallandı. Zi cemi'uha muşu ramin ve kaza isim maksurla ibneyni yakçılışı tesni isimler zaydini goxşa cemi muzakker isimler muşularının hemmisi de ahir yava muşu ya nin o şu muşularının hemmisi de ahir kelgen ya'nın pete okuluşu tallandı diye. Mesela rami mesela qazi desek el qazi anda da qazi desek ahir yava muş ya ya ki vuda degan o'xshash. Endi ahir ya bo'ldi va tudghamul ya fihi val va. Endi ya shu yada ahir ya bo'lgan ya idg'am qilinadi va vo shu ya bilan idg'am qilinadi. Agar voning oldingi narsa zamm o'qilgan bo'lsa, uni kasr o'qing, to'g'ri qilgan bo'lasiz. Agar fatha bo'lsa, o'z holida qo'yasiz. Va alifni salomat holatda qoldiring. Ism mahsulada Huzayl qabilistin alifning yog' yutilishi chiroyli bo'ldi. Endi biz bu yerda umumiy qoidani so'zlab bo'ldik. Har biriga bir misol ko'rib o'tsak, ism mahsur masalasiga kelsak, chunki biz ramin ism mahsur bo'lg'achqa, ism manqus bo'lg'achqa shundan boshlaymiz masalani. Ve ism mahsur ve ism manquslarda din bir 4 xil mesele chiqarib oladi. Ism mahsur, ism manqus, tasni ve cemi muzakker salimda 4 türlü isim mutakallim yazgı muzab bo'lganda o'xshamaydigan bir holatlarning meydon kelganligini biz ko'rmoqchi. Endi ism mahsurga qaraydigan bo'lsak, mesela ism mahsurda fatah huda desek, asli onun ahiri feta ve hudanın ahiri sukun okulishi vacip. Çünkü ahiri elif. Endi mutakallim yasının feta okulishi vacip. Şuna zil cemi'ul ya ba'duhu fetha tuzi. Endi muşularning hammasida ya mutakallimning yasi muşulardan keyin uning feta okulishi tanlandi. Ism mahsur asli mutakallimning yazı davomli sukun o'qilgan kitobi ism, ammo mutakallimning yasi nimagining muzofirligi bo'lsa, ism manqusning ya ism maqsurning ya tasir jami ismlarning muzofirligi bo'lib kelganda chuqur mutakallimning yasi nasb o'qilishi kerak deydi. Fata o'qilishi lozim. Masalan, huda desak yoki fata desak, huda desak hudaya. Feta desek fetaya deganga o'xshash. Buni oxirida ilib borgan hudaya, fetaya deganga o'xshash. Mahyaya deganga o'xshash. Asaya deganga o'xshash. Bunday turadi. Ammo Huzayl qabilistikilar mushuni yog' yutqishi yaxshi deb qaraydi ekan. Mahsulda asani asayya, hudani hudayya, petani petayya deb bunda qilishni Huzayl qabilistikilar buni ahsan deb qaraydi ekan, bunda qilishni durust deb qaraydi. Endi mushu ismi manqus tuchorisi masalan da'i desak, da'i mutakallimning yazmasa da'iya, hadiya deganga o'xshash. Chuqum mutakallimning yasi ya bilan idg'am qilingan, manqusning oxiri ya va qazi so'chilgan bo'ldimi? Mening so'chim desak, demak bo'lsa qadiya degan bo'ldi. Da'iya, hadiya deganga o'xshash, yadi idg'am qilindi. Mutakallimning yasi bilan ism manqusning yasi yadi idg'am qilindi degan gapimiz mana shu. Nimada tudg'amul ya fihi degan. Ya'ni ism manqus, ism maqsur, tasni jami ismlarda mutakallimning yasini fatha o'qidi. Mutakallimning yasini fatha o'qing. Ama sahih ismlarning muzofirligi bo'lsa
kitap, daftar degan o chaqda sukuni qo'ydik. Ma'nida fata o'qib, ism manqusning yasi kelgan chaqda idg'om qilamiz. Ilib ism manqusning yasi bilan kelganda, ism manqusning yasi bilan tasnining yasi bilan jami muzakkar salimning yasi bilan kelganda idg'om qilamiz. Ammo ism maqsuning ilib bilan kelganda Huzayl qabilasining nazarga chiqqan vaqtimizda alifni yog'i yo'tkab idg'om qilamiz. Ammo qolganlarning ko'z qarashida ism maqsurlar o'zida hudaya, asaya degan qilib qoladi. Ammo Huzayl qabilasining nazarda asayya degan o'xshash o'zgartiriladi. Endi ishkilik ismning misoli qaraydigan bo'lsak, ishkilik ism masalan yada mening yada asli yadani hazani kitabani hazani kitabani desak bu ikisi ikki kitob degan bo'ldi. Endi buni tasniy muzaf qilsak hazani kitabaya bu mening ikki kitobim degan bo'ldi. Ammo Huzayl qabilasining nazariga chiqsak hazani kitabayya deb bunday qilamiz. Bu o'xshash bo'lib qoladi. Ammo Huzayl qabilasining chaqnigan holatimi hazani kitabaya. Amdi ishtiraytu kitabayya demoqchi bo'lsak yoki ra'aytu kitaba mening ikki kitobimni ko'rdim desak yoki vajadtu kitabayya mening ikki kitobimni topdim desak asli kitabayni kitabayni olgandan keyin muzaf qilganda tasnim nun tashlanadi kitabayya idg'om qilsak kitabayya bo'ladi. Mana bu shu. Endi jami muzakkar salimda ko'rsa jami muzakkar salimda masalan jami muzakkar salimni muzaf qilsak muslimuna muslimina endi ra'a Muhammad muslimiyya Muhammad mening musulmonlarimni ko'rdi desa muslimiyya asli muslimina de ra'a Muhammad muslimina de muslimin muzaf bular uchun jamini nuni tashlab atdik muslimiy mutakallim yasa muzaf qildik muslimiy ya bo'ldi idg'om qildik muslimiya bo'ldi mana shu ko'rsatdi. Ammo raplik ato'schu chunki boyada bunday gap bor. Tudg'amul ya fihi tudg'amul ya fil ya demoqchi desin. Ya idg'om qilinadi va tudg'amu fil ya val var ya va vomu ya idg'om qilinadi degan bo'ldi. O yada qanday idg'om qilinsa masalan muslimuna endi haulai muslimuna bular musulmonlar desak haulai muslimuya mutakallim yasini muzaf qilsak bu mening musulmonlarim degan muslimuya endi vo bilan ya bir kalimani jug'lashtirib vo bilan ya bir kalimani jug'lashsa voni yaga yo'tkab idg'om qilamiz shuning bilan muslimuya bo'ladi ya bizning oldin qarab nazarlashni talab qildi shuning bilan muslimiya bo'ladi haulai muslimiya degan o'xshash. Mana bu jami muzakkar salimga mutakallim niyasining jami muzakkar salimning mutakallim niyasiga muzaf bo'lganligining misoli. Ammo mustafavnaga o'xshash, murtazavnaga o'xshash, murtazaning jami muzakkar salimi murtazavna, mustafaning jami muzakkar salimi mustafavna chiqadi. Bularni mutakallim niyasiga muzaf qilsak desa, endi bu biz bayon baytda mundaq bir gapni qilgan. Ve in ma qablaha wawun dumma. Vu'ning jami muzakkar salimning o'sin gapi bu. Aşı jami muzakkar salimning o'si oldingi harf zammi qilgan bo'lsa kasr o'qildi. Muslimu ya'ni muslimiya qildi. Ammo zammining g'ayri bo'lgan fatha bo'lsa, mustafavnaga o'xshash fatha bo'lsa, u chaqda shu o'z holati bilan qo'ymizki, mustafavnani nima qilganda mustafayya deymiz. Voni yog'i yo'tkaydiganimiz rost. Ammo mustafayya deb bunda idg'om qilib keltiramiz. Mana bu mutakallimning yasining ismlarning mutakallimning yasiga izof qilinganligining misoli. Xulos kalam mutakallimning yasiga odatda ism manqus, ism maqsur, ishkilik ismlar va jami muzakkar salimdan boshqa ismlar muzaf bo'lgan chaqda u sukunga mabni bo'ladi, lekin ma 4 turlik ism muzaf bo'lganda mutakallim niyasi fathaga mabni bo'ladi.
Şunun bilan bizning izofat haqidagi darsimiz shundan oxirlashdi. Keyingi darsimiz masdarga amal berish. İ'malul masdar degan haqida to'xtaladi. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.